Zarminaxon. Zarminaga ochilgan buni o'sha tashqi qiyofasini o'xshatgan grimyorlarimizga ham 10 bor. Hommi qarang, har bitta qarashlari, ko'zlarini, sochlarigacha kiyimlarini o'xshatibdi, haqiqiy o'xshatibdi. Qoyil. Endi raqsda ham o'sha ovozni yo'naltirishda ham har bitta qo'lini orqasiga qilib turib, mablag' qilib qo'yganigacha aqli tojida bir xil, bitta tomchi, ikkita tomchi suvda bo'lib turibdi. Men shuni ham qo'yib qoldim. Zarmina o'zi talantli qiz. Ularning ichida umuman talantlisi yo'q. Hammasi talantli. Talant sho'dagi bolalar hammasi kuchli. Har bitta ko'rsatuvda o'syapti-da bular. Men hozir biza qiynanyapmiz hozir. Men hozir qarab turibman, hozir 10 bor bermasam bo'lmaydi bu qizga. Bu qara talant-ku. Haqiqiy talant. 10 bor qizim sog'. Tashakkur.